Kutubxona dostoyeniyasini 3 matchda bajarsa bo'ladi. Avval 8 talida podbor tuzib olasizlar, ya'ni ular sizlarga dushman bo'lib yordam berishi uchun. Tuzib olganinglardan keyin to'rtta bo'lib ajralasizlar va kutubxonani первый лицоda tanlab olasizlar. Kam odam первый лицо o'ynagani uchun sizlarni sheriginglar bilan tushirishi 99,9% bo'lib qoladi va bir vaqtda o'yinni boshlasanglar sizlarni bitta matchga tushiradi. Matchga tushganinglardan keyin dushman komandani bitta a'zosi sizlarni zonanglarga kelib, toki qo'liga tovani olguncha sizlarni o'ldirishi kerak va qo'liga tovani olgandan keyin u tovani dostijeniya bajarayotgan odamga xuddi shunaqa qilib tashlab berib turishi kerak. Eslatma, o'sha odam sizlarni o'ldirib yubormasligi kerak, chunki match tugaydi va qayta boshlashinglarga to'g'ri kelib qoladi va tovani olib o'sha odamni o'ldirib turasiz. Har o'ldirganinglardan keyin sizlarni keyingi оружиеga o'tkazib yuboradi. Dushmaninglar esa yana qo'lda tova bilan qayta tiriladi va kelib sizlarga yana tashlab berib turishi kerak. Siz matchni boshlangandan umuman odam otmay tursangiz, sizda 18 ta shans bo'ladi. Ko'rinib turibdiki, men aytgan usuldan foydalansanglar, 3 ta matchda bemalol bu dostoyeniyani bajarib olasizlar. Dostijeniya 50+ va shunaqa sovg'alarni beradi.